Onangiz tayyorlagan yoki tayyorlayotgan ovqatni hidini telefoningizdan bilishni xohlaysizmi? Shuni davri keldi. Ancha yildan beri bir yopiq joyda sekretniy tayyorlangan loyiha Massachusetsda Osmo degan loyiha ishga tushdi. Ya'ni bunda har qanday hidni telefon orqali transformatsiya qilish imkoniyati bor. Ish paytingizda uyingizda tayyorlanayotgan ovqatlaringizni yoki sizga sovg'a qilinayotgan parfumeriyani hidlarini yoki o'sha dala hovlingizdagi o'sayotgan gullaringiz, bog'laringizdagi hidlarni siz telefoningizdan bilib tursangiz. To'g'risi o'zim ham anchadan beri o'ylab yurardim. Mana shu hidni qanaqa qilib bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish mumkinligini oxiri olimlar shuni topishdi. Buni o'sha hidni kimyoviy elementlarini molekulyar darajagacha tushirib, buni kodlab, embedded shakliga o'tkazib va birinchi devicedan, birinchi moslamadan ikkinchi moslamaga yuborish. Va u yerda ham u yana decoded bo'ladi, buni tilda decoding deyiladi va o'sha hid sizga chiqadi. Shaxsiy fikrim, parfumeriya sohasi, kosmetika sohasidagi, umuman mana shu sohadagi akalarimiz, opalarimizga zo'r feature bo'ladi. Bemalol foydalansa bo'ladi.